eng katta va eng shov-shuvli loyihalarning muallifi va yetakchisi bo'lgan Noilaxon. Bu sohaga emas, shifokorlikka bag'ishlaganingizda qanday bir muvaffaqiyatga erishgan bo'larmisiz? Eng zo'r vrach bo'lar. O'zim kiyadigan narsani mendan hamma so'ragani uchun men o'zimga yoqsa qo'rqmasdan chiqaraman. O'zimga yoqmagan narsalarim chiqib ketadi, protsess ishlab chiqarish va ular turadi. Vau, shu xodimimsiz men hech narsa qila olmayman. Daryo oqib tursagina daryo bo'ladi, turib qolsa bo'lmaydi-ku, oqib ketirish kerak. Bog'lanib qolish kerak emas hech kimga deb o'ylayman. 10,000 dollarlik motivator gapini eshiting. Eng zo'riga borib o'qing, lekin o'tirib harakat qilmaganingizdan keyin o'zingiz biron narsa bilan shug'ullanmaganingizda hammasi birdek. Mana shu eshitishadi, amal qilish. Amal qilishsagina rezultat bo'ladi. Ya'ni yosh dizaynerlarni olishda nimaga ko'proq ahamiyat berasiz? Tezlik. Bilasizmi, balansni ushlolmagan. Nima uchun? Chunki ishda bilimim bo'lmagan. Qanday qilib o'zingizni oqlaysiz? Men aybdor emasman. Yo'q, qora ko'ylakda ham semiz qo'ltatib qo'yishim noto'g'ri bichim. O'sha payt xo'jayinni yashirib zakaz olganlardim, lekin bitta ham ip yoki igna topilmagan.